Nima demoqchisan? Mana buni ushing. Tez ishlang yuboring. Tushunmadim. Hozir telefonimdagi sigara chekkan videolaringizni ko'rsataman, oyimga bilasizmi, nima bo'ladi? Shuni o'zimi? Yo'q, yana bor. Mana, bemalol. Buncha ko'p. Biz bunaqa ishlarni akajon har kuni yuvamiz. Bola qoling. Tushunmadim. Aka, kofe ichgim keldi. Voy, ochibsan, xo'shim bilan. Kecha toqqa kim bilan bordingiz? Oyi, Qanaqa kofe ichasan? trivatno. Yondi shokoladi ham bo'lsin. Teshib chiq ko'r. Bo'ldi, mana fartugilar umuman boshqa bezovta qilmaydi. Hamma ishlarni qilib bo'ldim. Kechki ovqat aka. Nima? Kechki ovqat. Men tegimiz keldi, mantiq qiling. Yo, sizlar juda ham o'zinglarni ketib qolmadinglarmi? Oyimga aytib beramiz. O'zim aytib beraman. Oyi, Ha? Nima gap? xullas, mana ikkala qizish jonimga tegdi. Bittasi sigara chekishini bilib qo'ygan, bittasi qizlar bilan tog'ga chiqqanini bilib qo'ygan. Shuni aytib, qo'rqitib, hamma ishini qildiryapti. Iloji bo'lsa, o'zingiz jazolang. Toqqa bording balam. Bir bu shunaqa bo'lib qoldi. Sigaret ham chekdingmi? Bir har doim emas. Ha, endi yigitchilikda bo'ladi-da. Mayli, ishinglarni qilinglar. Senda gapim bordi, Sardor. Kela qil balam. Kela qil ola. Zato hammasidan qutuldim. Endi erkinman. Buvimdan qolgan yodgorlik. Nima demoqchi deylar? Mantiq.